Davamlaştırımız vatandaş. Bugünkü İslah 2022 yıl 6. ayının 30. günü. Yukarıkının devamı. Ana şundak Amerika Cemiyeti iddiası bu iş devamlaştırışı mümkün Peyyo'ya deydi. Peyyo belki o yine. Peyyo efendi Şincan'ı. Yani Şincan Müstemlika Uyguristan'ı Çinçvengo'nun siyasetiga o'xshamaydigan bir şekilde bir taraf qilish mumkin. Şinjan meselesini şu hafta Şinjan meselesini Çinçvengo'nun siyasetiga o'xshamaydigan bir şekilde bir taraf qilish mumkin. Lekin buninglik bilan qizil ikkinchi avlodlar ishga qo'yiladi degan ma'no chiqmaydi. O'xshashlar qizil ikkinchi avlod Lodiyanning Maşavliga aşkarlap bergen uçak xetiga asaslanganda Xi Jinpingning juqumliq virusini 0 darajaga tushirish siyosatining bema'ni sapsata ekanligini ko'rsatdi. Yoki Maşavli, Madiyan degan, Lodiyan deganlar o'xshashlar qizil ikkinchi avlod kadrlarining ballari. Bular avval Xi Jinpingni qo'llagan, endi bugungi kun kelganda Xi Jinpingga qarshi fikr qilayotgan odamlar. Efendi bilen Xi Jinping'nin burunqi münasibetleri yaxşı bolsunmi? Mesela bular bilen, yani Maşavli efendi bilen Xi Jinping'nin burunqi münasibetleri yaxşı bolsunmi? Xi Jinping hakimiyet beşiği yetip kelgen dastlabki çağlarda nurg'unlagan qizil ikkinchi avlodlar Xi Jinping'ni qo'llagan edi. Lekin Lodiyan degan bilan Maşavli bu ikki nafar kishini herkes qayta ishlatmadi. Bular dastlab Xi Jinping hakimiyet beşiği kelganda qo'llagan, undan keyin Xi Jinping bu odamlarni qayta ishlatmadi dedi. Undaqda Jungo Kompartiyasining bu yumshashlari yoki yumshashga urinish alomatlari nimani tushuntirib berdi? Endi mana leksiyamizning jenimi shiyada vatandosh diqqat qilingda. Mening qarashimcha deb davomlashtirdi bu xabarni yozuvchi Bifu efendi. Xi Jinping'nin yol qo'ydiganligini tushuntirib berdi. Mush alomatlarning hammasi ham Xi Jinping'ning yo'l bo'shitadiganligini, yo'l qo'ydiganligini tushuntirib berdi. Xi Jinping partiya ichida boshqa kuchlarga yo'l qo'ymoqchi bo'ldi. Xi Jinping Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropa ittifoqiga yo'l qo'ymoqchi bo'ldi. Qizil ikkinchi avlodlar ichida burun uni Xi Jinping'ni qo'llagan, lekin hozir uni qo'llamaydigan kuchlarga yo'l qo'ymoqchi bo'ldi. Nimishqa yo'l qo'ydi? Xi Jinping nimishqa yo'l qo'ydi? Chunki iqtisodning taraqqiyoti osonlashdi. Yo'l qo'ymaganda Jungo iqtisodi gumron bo'ladi. Jungo iqtisodi tegi bilan yemiriladi. Xi Jinping tayinib turgan moliya qurib tugaydi. Jamiyat davolg'ishning, qo'zg'alishning ichiga kirib qoladi. Partiyaning ichki qismida inoqlik bo'lmaydi. Jamiyat tavrinadi, silkinadi, iqtisod kasotlashadi. Üç taraf birleşip keladigan bo'lsa, masalan nima? Üç taraf deganda iqtisod, diplomatiya, ichki jihatga qarshi kuchlar. Üç taraf birleşip keladigan bo'lsa, Xi Jinping endi bu taraf turolmaydi. Shunga shundoq deyishga bo'ladiki, Xi Jinping yo'l qo'yish kerak. Yo'l qo'ymaydigan bo'lsa, hamma narsalar bir aqli tugishidir. Bu yerda yo'l qo'yishdan boshqa hech qanday bir tanlash yo'q. Xi Jinping yo'l qo'ydi, Amerika, Yevropa ittifoqiga yo'l qo'ydi, ichki jihatga qarshi kuchlarga yo'l qo'ydi, Jungoning iqtisodiy ahvol ostida yo'l qo'ydi. Hozir endi yana bir tarafdan Xi Jinping bilan markaziy hukumat Li Keqiang elishyapti. Yana bir tarafdan Xi Jinping 20-qurultayda yana qayta saylanmoqchi bo'lyapti deydi.
Yana birisi deydi, Xi Jinping 20. Qurultayda qayta saylanmaydı deydi. Qarşı güçler nima dese birisi deydi, qarşı güçler hazır toplaşıp deydi. Yana birisi deydi, qarşı güçler hazır hech nima qilolmaydi, tinch yo'lda hech nima qilolmaydi deydi. Endi bugunlardan hazır tor betida kelgan xabarlarga qarasangiz, vatandosh saqchi kuchlari qurolliq butun mamlakat bo'yicha qurolliq saqchilarga 3 oylik zarba berish. Wang Xiaohong degan Putyanda rais Xi Jinping bilan birga ishlagan bir kishini hozir Zhao Keji deganning o'rniga jamoat xavfsizligi ministrligining ministri qilib tayinladi. Yaqinda almashtirdi vatandosh. Shundan keyin 3 oylik zarba berish. Bu Jungo Kompartiyasi Jungo hukumatining og'zidan tushmaydigan zarba berish yana başlandı deyli. Hazır Katar sanığa ülkeler Shandong, Henan, Zhejiang deganlarni sanaptı. Lekin içinde Xinjiang degan gap yo'q. Xinjiangni eg'izg'anmab sabab nima? Bu yuqoriqilar bo'lishi kerak. Mushundaq sabablar bilan hozir Rais Xi Jinping yo'l qo'yilgan bo'ldi, yo'l qo'ydi degan gapni hozir Jungoning ichki qismidagi siyosiy odamlar Aynak televiziyasining boshlig'i Xepin apandiga maxsus ziyorat orqali so'zlab turibdi. Bu xabar ana shundan tayyorlangan xabar ekan vatandosh.